Assalomu alaykum Gulshaydolari. Mana men bultur qulpini ekkandim. O'sha qulpinigim kuzda yo'q ketgan edi. Keyin men undan xafa bo'lgandim. Qaranglar. Qulpinigim bahorda mittagina bo'lib chiqib ketdi. Rosa xursand bo'ldim. Endi buni ko'chirib tufaylarga olaman. Shunda qishin yozin o'zimdan qulpining bo'ladi, xudo xohlasa. Mana ekaman buni. Bir to'lqon tufayga ekdim. Qaranglar, ildizi bo'lar ekanda, ildizidan chiqar ekan, xudo xohlasa. Meva solganda ham sizlar bilan bo'lishaman. Qaranglar. Mana yana chiqqan. 10 ta ekkandim, 3 ta chiqibdi. Yana xudo xohlasa qolganlari ham chiqadi ekan. Umiddaman. Mana yana 4 ikkisi. Qaranglar, endi chiqib kelyapti bu. Hozir hammasini 4 talasini tufayga ekaman. Qolganlari ham yana chiqsa xudo xohlasa. Bularni ham tufayga ekaman. Qaranglar, buni chiroyliligini. Bu qo'shnimiz bergan edi mana. 10 ta bu yerga ekkan edim. Kuzda o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketdi. Men qo'rqdim, bu quritib qo'ydim deb. Yo'q, mana alhamdulillah yana bahorda qaytib chiqdi. Endi men buni ko'ngilli qilib, chiroyli qilib tufaylarga ekdim. Xudo xohlasa qo'hati bo'lib hosil solganda ham sizlar bilan bo'lishaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Mana bahor keldi, endi gullarimman, qulpinilarimman, sizlar bilan bo'lishaman. E'tiboringlar uchun rahmat.